20 yoshimda ota-onamning xohishi bilan turmushga chiqdim. Erim bilan to'ydan oldin 5 marta uchrashdik. Qarindoshlarim uchun bu hatto keragidan ham ortiq edi. Ular haqiqiy muhabbat to'ydan keyin kelishini, bir-birimizni oila qurganimizdan so'ng tanib olishimizni aytdi. Ularning ko'pchiligi tanigan odaming bilan yashash zerikarli deyishardi. Afsuski, bizda ko'pchilik insonlar bir-birini yaxshi tanimay oila qurganlar keyinchalik baxtli yashab ketadi deb o'ylaydi. Turmush o'rtog'im mehribon va oilaparvar edi. O'rtamizda sevgi bo'lmasa ham biz bir-birimizga o'zaro hurmat bilan munosabatda bo'lar edik. Yaqinlarim oila uchun bu yetarli ekanligini, nolimasligim kerakligini aytardi. Erimning oilasi katta edi. Uning ota-onasi, akasi, uning xotini va 2 bolasi, hammamiz bir uyda yashardik. O'zbek jamiyatida bunday katta oilaning bir uyda yashashi normal holat, shuning uchun bundan hayron bo'lmaganman. Oilaning barcha a'zolari bilan munosabatlarimiz yaxshi edi. Shu tarzda oradan 3 oy o'tdi. Keyin dahshatli voqealar boshlandi. Shok holati. Kunduz payti erim, akasi ishda, bolalar maktabda, qaynonam qo'shnilarnikida bo'lardi. Uyda men, ovsinim Sevara va qaynotam qolardik. Uy kattaligi uchun ishimiz ham ko'p bo'lardi. Avvaliga qaynonamning xonasini ovsinim o'zi yigishtirib, meni u yerga kiritmasligiga ko'p ham ahamiyat bermasdim. Kunlardan birida qaynotamning xonasidan galati ovozlar chiqa boshladi. Eshik tirqishidan qaynotam va ovsinimning qilayotgan ishidan shokka tushdim. Eshikni ochib, ushbu dahshatli manzara guvohi bo'lganimni bildirgim kelmagani uchun xonamga yugurdim. Ko'rganlarimni hazm qilish uchun 2 kun o'zimni kasalga soldim. Kelganimga endi 3 oy bo'lgan uyimda yuz berayotgan holatdan shok holatida edim. Ko'rganlarimni hazm qila olmasdim, miyamga sigdira olmasdim. Qolganlarga nima deb, qanday qilib aytishni bilmasdim, chunki hech kim menga ishonmasdi-da. Shundan so'ng men o'zim uchun qo'rqa boshladim, qo'rqoq qizga aylanib qoldim. Hamma oila a'zolari kechki ovqatni birga tanovul qilayotganida dasturxondan birinchi turib ketardim. Kunduz payti esa qaynonamning yonida bo'lishga harakat qilardim. Bu dahshatli voqeadan so'ng bir oy o'tdi. Bir kuni vannaxonani tozalayotganimda qaynotam kirib qoldi. Meni maqtay boshladi, o'g'li xotin tanlashda yanglishmaganini aytdi. Qo'rquvdan qaltirab ketdim, hech narsa deya olmay joyimda qotib qoldim. U menga yaqinlashib sochimni silay boshladi. Yoshroq bo'lganimda senga o'zim uylanardim, dedi. Qo'rqib ketdim, yugurib uydan chiqib qo'shnilarnikiga bordim. Ular nimadan qo'rqib ketganimni so'rashdi. Men hovlida ilon ko'rganimni, endi uyga kirishga qo'rqayotganimni aytdim. Ular meni bir necha soat tinchlantirishdi. Erim kelgunicha ularnikida o'tirdim. Rad etish bosqichi. Men yuz bergan voqealar haqida qolganlarga, ayniqsa erimga qanday so'zlab berishni bilmasdim. Qaynotamning tegajog'liklari yana bir necha marta takrorlandi. U ko'pincha meni burchakka tiqib turli joylarimga teginar edi. Men o'zimni juda ojiz his qilardim, qaynotamga bo'lgan nafratim esa kundan-kun kuchayardi. Erim so'zlarimga ishonmasligini tushunsam ham, unga hammasini aytib berishga qaror qildim. U janjal ko'tardi, hammasini uni ota-onasi bilan urushtirish uchun oylab topganga chiqardi. Adolatsizlikka chiday olmadim, undan vannaxonaga kuzatuv kamerasini o'rnatishini talab qildim. Erim bunga rozi bo'ldi, vannaxonaga kamera o'rnattirdi. Men erimga haqligimni isbotlashni istardim. Kunlardan bir kun odatdagidek vannaxonani tozalayotgan edim. Eshik ochiq edi. Qaynotam kirib menga tegina boshladi. Men bu holatdan dahshatga tushdim, u avval bunday qiliqlar qilmas edi. Sirning ochilishi. Kechqurun erim ishdan qaytgach, undan tezroq kuzatuv kamerasidagi tasvirlarni ko'rishni so'radim. Tinmay yiglardim, undan nimadir qilishni iltimos qilardim. Ahvolimni ko'rgan erim videoni tomosha qildi. Uning o'sha paytdagi holatini so'z bilan ta'riflab bera olmayman. U gazab, hayrat va qayg'uga botgandi. Shu tariqa hech narsa demay xonadan chiqib ketdi. U 2 soatdan keyin xonaga qaytdi va otasini bunday harakat qilishga men majburlaganimni aytdi. Menga uylanib xato qilganini aytdi. Otamning aybi yo'q, u bunday harakatlar qiladigan yoshdan o'tgan, dedi u. Bunday ahmoqona oqlovni men hech qachon eshitmagandim.
Erimning meni tushunmasligidan qorsamda, u aql bilan ish tutishiga ishongandim, lekin iborada aytilganidek, olmaning tagiga olma tusharkan. Shundan so'ng bu uydan iloji boricha tezroq ketish kerakligini tushundim. Hali farzandimiz yo'qligini omadimga yoydim. Faqat ota-onam buni qanday qabul qilishidan xavotirda edim. Lekin bu uyda ham ortiq qola olmasdim. Men hammasini ota-onamga aytib berdim. Baxtimga ular menga ishondi, to'g'ri tushundi, uyga qaytishimni ma'qulladi. Ota-onam qudalari bilan gaplashib, ajrashish jarayonini tezlashtirishni so'radi. Qaynonam hammasidan xabar topgach, u bizning gapimizga ishonmadi, jahl qildi. Shunda otam unga agar ajrim jarayonini tezlashtirmasa, bo'lib o'tgan voqealar haqida hammaga gapirib, oilani butun mahallaga sharmanda qilishini aytdi. Erim gapsoz bolalab ketishidan qo'rqib, ajrashishga rozi bo'ldi. Biz qaytib bu oila bilan yuz ko'rishmadik. Men hozir ota-onamnikida yashayapman va qandolat fabrikasida ishlayapman. Bo'lib o'tgan voqealardan hali o'zimga kela olmayapman. Shuning uchun turmushga chiqishga shoshilayotganim yo'q. Bu safar turmushga chiqsam ham, ota-onasidan alohida yashaydigan, mustaqil fikriga ega inson bilan taqdirimni bog'lamoqchiman. Chunki birinchi turmushimdan olgan psixologik jarohatim hali bitgani yo'q.
Keling, sizga gap yo'q. Juda go'zalsiz, deb maqtab ham qo'ydi Nargiza. Atlas ko'ylagidan bo'rtib turgan ko'kraklar kecha o'zi hammomda ushlagan katta dumbalarni yana bir bor ushlab rohatlangisi keldi. Shu vaqt oldindan kelishilgan odam Qahhor aka eshikdan kirib keldi. Qahhor aka shu qishloqdan rayonda qassobchilik qilardi. Ayollarga suyagi yo'qligidan xotini tashlab ketgan. Ikkita o'g'lini o'zi bilan olib qolgan, ular ham ota izidan yurishgandi. 50 ni urib qo'ygan bu qorindor tepakal odamni biror marta ko'rmagan Gulzada hayron bo'lib qoldi. U kutgandi, qanaqadir ayol qarindoshlar keladi deb, qaynonasi shu odam uchun meni bezanishimni xohlaganmidi? Lekin nima uchun? Keling bu yoqqa qaqqayib turmang. Qani bir Qahhor akangizga salom beringchi. Gulzada boshiga zar ro'molini yopib, Qahhor akaga 3 marta egilib salom berdi. Yer ostidan u odamga boqarkan, unga g'alati nazar ila boqayotganini ko'rib, qo'rqib ketdi. Qaynonasi ikkisi xiringlashib mehmonxonaga kirib ketishdi. Gulzada esa oshxonaga o'tib, dimlangan oshni qarab, tayyor bo'lgach, laganga suzib mehmonxonaga kirdi. Xonani aroq hidi tutgandi. Dasturxonda ochilgan shisha. Keling siz ham o'tiring. Gap otdi Qahhor aka. Rahmat, sizlar bemalol, meni qiladigan ishlarim bor edi. Ish qochmaydi. Keling biz bilan bir osham osh oling. Bu Qahhor akangiz bilan tanishtirib qo'yaman. Gapga aralashdi qaynonam. Gulzada qaynonasining aytganini majbur bajardi. Siz hayron bo'lyapsiz, bu odam kim deb. Bu odam sinfdoshim Qahhor. Sizga Qahhor aka bo'ladi. Alabbay, Qahhorjon, nima deysiz, to'g'rimi? To'g'ri Nargizaxon. To'tta to'g'ri. Qizargan burnini ishqab qo'ydi qassob. Mayli Gulzada, ishingizni qila qoling. Qaynonasidan ruxsat olgach, tashqariga chiqib bir yengil tortdi. So'nggi paytlarda qaynonasining g'alati fe'l-atvori uni ajablantirayotgan edi. Qorong'u tushib, endi o'rniga cho'zilaman deb turgan Gulzodani qaynonasi chaqirib qoldi. Labbay oyijon, qizim, borin ano sinfdoshim uxlab qolibdi. Mast edi. Ustida yangi ko'rpa bor. Tag'in qusib rasvo qilmasin meni. Negadir boshim aylanyapti. Borib shu ko'rpani yig'ib qo'ying. Xo'p, oyijon. Qaynonasining yana bir g'alati buyrug'ini istar-istamas bajarish uchun mehmonxonaga yo'l olgan Gulzada hayron edi. Nahot qaynonasi kelinini begona erkak yotgan xonaga kiritsa?